Alaykum, hurmatli dehqonlar, hurmatli kanalimiz a'zolari, aziz obunachilar. 2026-yil 22-avgust. Azar Toshkent viloyati Parkent tumani Zarkent qishlog'iga tashrif buyurdik. Shundoq Zarkent qishlog'ining boshlanishi metan zapravkani yuqorisidagi daladamiz. Ko'rib turgan mana shu 60 sotiklik dala maydonimizda Bursa Tuxum kompaniyasini qizil ochiq dala maydon uchun mo'ljallangan bir ajoyib pomidorini ko'rishga keldik azizlar. Ko'rib mana shu videoni ko'p dehqonlar havas qiladigan darajada pomidor bo'pti. Ko'rib maza qilinglar, ham dehqonimiz duo qilib qo'yinglar. Demak, Abdurashid akamni dalalardamiz. BT 1650 F1 nomi bilan mana shunday bir ajoyib qizil pomidorimizni ko'rishga keldik. Pishish davri 65-70 kunni tashkil qiladi. O'rtacha vazni xarakteristika bo'yicha 260-280 grammgacha bo'ladigan determinant pomidorlarimizdan rangi yorqin qizil, shakli dumaloq, bandi bilan uziluvchi va uzoq masofalarga tashishga yaroqli bo'lgan ushbu navimizni ko'rib bir baho beringlar azizlar. Mana shu palaylari, palaydagi hosillari mana shu ko'rinishda azizlar. Ochib qo'ydim. Hozir hammasi ammo lekin bandi bilan turibdi mana. Ko'ringlar mana shu hosillarni. Men o'ylamagan edim hech ham yo'l yuzida shunaqa natija bo'ladi deb hech o'ylamagan edim. Mana yuqorida ochib qo'ygan joyimni ham ko'rasizlar. Tevaga chiqing ko'jon. Mana yuqoridagi bo'lgan hosillari. Alloh beraman desa hech gap emas ekanda azizlar, qaranglar. Mana shunaqa pomidor navlari Hamkor Agrolux kompaniyasida mavjud. BT 1650. Qo'limdagi mana shu nav qo'yaman. Bitta joyda ochib qo'ygandek bo'lib qolmaylik. Boshqa joylarni ham bir ko'raylik. Keling ukajon, mayqqa tushuning, pastga tushuning. Boshqa joylarni ham ko'rib qo'yaylik. Mana hosillari. Keling. Yopib qo'yamiz keyin. Mana hosillari azizlar. Mana hosillari. Bu yerda ham ko'tarib qo'yamiz. Zo'ra. Alloh barakasini bersin. Abdurashid akam, keling yuqoriga. Bismillah. Mana bu yoqqa keling ukajon. Buni qo'yamiz. Mana bu hosillarga baho beringlar azizlar. Mashalloh deb kommentariyada fikringizni qoldiringlar azizlar. Like'larni bosib qo'yinglar. Mana. Mana hosillar. Ya mashalloh. Mana. Pomidor bo'lsa shunchalik bo'lar a, azizlar. Bismillah. Rahmanirrahim. Qaranglar, uchini tishlarim po'stlog'idan ichi qizil. Suvni qarang. Barakasini bersin. Yaxshi tarafi inshaalloh ochiq bozor. Mana terim bo'lyapti pastda. Abdurashid akam o'zlari ham hozir zakaslari bor ekan. Shunga ozgina Umidjon, men sizni olavering videodan deb hurmat qilamiz bularni qarorlarini. Ochiq bozor. Kechga 21-avgust kuni bozorga olib chiqishgan. 7000 so'mdan o'sha adborini, 5000 so'mdan o'rtachasini, 3000 so'mdan maydasini topshirishyapti ekan. Agar shu olib sotaman, tirikchilik qilaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keling, yana bir mashitni ham ko'tarib qo'yaylik-da. Shu bilan yakun yasaymiz. Mana. Alhamdulillah azizlar. Bu yilgi yilga juda ham yaxshi natija.
Abdurash akamni Food City'dan mabodo kelishga imkoniyatinglar bo'lmasa, har kuni kechga 9larda Food City bozorida bo'ladi. Abdurash akam deb so'rasanglar, bemalol o'sha yerda o'zidan olsanglar ham bo'ladi. Yo'q, dalasiga kelib ko'ramiz desanglar, bitta atrofni ko'rsating, orientir qilib bundoq ko'rsating mana. Betakror Parkent tumani. Parkentga chiqqaningizda so'qoq bilan o'zi Zarkentni kesishadigan chorrahasi bor. O'ngga so'qoqqa, chapga Zarkent deb yozib qo'ygan. Chap tarafda metan zapravka bor. O'sha metan zapravkadan 200 metr o'tganinglarda o yo'l mana, yo'l ochib qo'ygan o'zi. O'sha yo'ldan yuqoriga ko'tarsanglar, ko'rinib turibdi. Yonida mana uzun bog'i bor. Mana visokovoltniy stalba o'tgan. Bemalol kelib akalar pomidor o'zi kerak bo'lsa, foydalansanglar bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa bundanda ajoyib, bundanda yaxshi navlarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa azizlar, bitta like tugmasi bilan bitta obuna tugmasini bosib qo'yasizlar va kommentariyada iltimos shu pomidorimiz haqida fikringlarni qoldirib qo'yasizlar. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish istagida bo'lsangiz, ekranda nomerim bo'ladi. Umidjon Iminov 90lik 322 34 47. Har qanday mana shu pomidorimizga oid bo'lgan savollar bo'lsa, javob beraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh kuz oylarida Hamkor Agrolux kompaniyasida mana shu pomidorimizni urug'lari ham xudo xolasa nalichida bo'ladi. Bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.